Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning yashash sharoitini yaxshilashga qaratilgan xayriya loyihalari izchil amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yil Ramazon oyida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida jami 10 ta ehtiyojmand oilaning xonadoni fond mablag'lari hamda saxovatpesha yurtdoshlarimizning ehsonlari hisobidan to'liq ta'mirlandi. Ezgu tashabbus mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida yana keng ko'lamda davom ettirilmoqda. Respublika bo'yicha 28 ta ehtiyojmand oilaning uy-joyini ta'mirlash, ayrim hollarda esa yaroqsiz xonadonlar o'rniga yangi uylar barpo etish ishlari yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunga qadar 18 ta xonadon qurilib, ta'mirlanib, o'z egalariga topshirildi. Qolgan manzillarda ham qurilish va ta'mirlash ishlari davom etmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimidagi ishlayotgan soha xodimlari ham xalqimiz uchun juda ham ko'p xayrli ishlarni amalga oshiryaptilar. 28 ta yangi uy-joylarni eng muhtoj bo'lgan xalqimizga taqdim qilyaptilar. 14 ta hududda har birida 35 tadan eng qiynalgan xalqimizning orasida mana shunday moddiy ko'makka muhtoj bo'lganlarning bolalariga sunnat to'ylari qilib berilyapti. Muhtoj oilalarning farzandlariga yangi o'quv yiliga o'quv qurollari bilan ta'minlab berish amalga oshirilyapti. Shu bilan bir qatorda 14 ta hududning har birida 100 tadan eng muhtoj qiynalgan xonadonlarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilishligi ham amalga oshirilyapti. Mana bu ishlarni albatta har biri mustaqilligimizning 35 yilligi tantanasini yana ham yuksak, ko'tarinki kayfiyatda o'tkazishlikka katta bir sababchi bo'lyapti deb o'ylaymiz. Bu xayrli tashabbuslarning mazmun mohiyati avvalo inson qadrini ulug'lash, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash va ularning og'irini yengil qilishga qaratilgan. Zero munosib uy-joy insonning xotirjam hayoti, oilaning farovonligi va farzandlar kelajagi uchun muhim omillardan biridir. Shu ma'noda ta'mirlangan va yangi bunyod etilgan har bir xonadon ortida bir oilaning hayoti, orzu-umidlari va kelajakka bo'lgan ishonchi mujassam. Yurtimizda bo'layotgan islohotlar, prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari mana bir namuna sifatida biz mahallamizda mana shunday butun yurtimizda bo'layotgan mana shunday holatlarni mana o'zimizni mahallada guvoh bo'lib turganimizdan mahalla faol sifatida nihoyatda xursandmiz. Yurtimizda bo'layotgan ehtiyojmand, kambag'al reislikdan chiqarishga sababchi bo'layotgan faollari avvalambor Allohim barchasidan rozi bo'lsin. Xayrli tashabbus doirasida mamlakatimizning turli hududlarida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar davom etmoqda. Bu esa xalqimizga xos mehr-oqibat, saxovat va hamjihatlik kabi ezgu qadriyatlarning amaliy ifodasidir. Eng muhimi, ko'rsatilayotgan bunday e'tibor va ko'mak oilalarga munosib sharoit yaratish bilan birga ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchini ham mustahkamlamoqda. Zero birlashsak, yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz.